rivojlanibdi. Voy, mana sizga lechenyani ta'siri. Voy, men qarang. 1, 2, 3, 4, 5 ta, Mashalloh. Voy, Nargiz o'zimda lecheniya oldingiz siz. Voy. Lecheniyalar oldi bu qiz. O'g'ilga lecheniya olyapti-desiz. Endi Allohdan so'rab, u o'g'il qizligi bizga bog'liq emas, Allohdan. Faqat sababini qilib, erini diyetalar qilib bu qizni lecheniya qildik. Mon qaranglar 1, 2 ta, 3, 4, 5 ta homila. Homilalar, hammasi rivojlanyapti, hammasi. Bittasi rivojlanmayapti. Yo'q, hammasi rivojlanyapti. Mashalloh, hozir bir chekkadan tekshirib chiqaman. Bir chekkadan yurak urishlarini ko'ramiz.